Voy bosibdi endi, bilmayman qaysi ma'noda bosgan, lekin bosib tashlab turasiz. Qurboshlar. İbrahimbek, Ibrohimbek, Madaminbek. Madaminbek. Bulardan o'z vaqtida SSSR ham cho'chigan-ku, hatto Stalin bo'ldi endi, ular bilan kurashmalaring, qo'ylaring bo'ldi deb topshiriq ham bergan ekan. Ziyolilar juda ko'p. Olamdi-yu, xalq bilmaydi ularni. Eng yomoni shuda, uzunsiz qishloq joylarga borsangiz, yoshi katta odamlar hali ham bosmachi deb o'ylaydi o'shani. Sen bosmachilarni gapiryapsan-a deb qo'yadi. Bekorga chiqmaganda, bosganda, buni gapirib beradi. Odamlar kelganda biz podvalga tushib ketganmiz, otmaganmiz sondan. Ishim yo'q ekan deb ketishgan. Qaroqchilik qilganda ular ko'p bo'layotgan. Qamadami hozir? Yo'q, ochiqda. Abdulaziz aka degani bo'lgan-ku, operator. O'lib ketdi u. Shu kishi. Ha, shu 2 yilmi bo'ldi, olimlar. Kassetalari juda ko'p bor ekan. Shuni bu tarix, bu arxiv dedi. Men dedi saqlab kelganman ko'p narsani. Tirik bolalar bor edi birlikda. O'sha bor edi, keyin Gulzira Nurlayeva bor edi, men bor edim. Birlik harakat bo'lganda, to'g'rimi? Partiya o'qigan, yozuvchiman. Diplomim bor. Propagandadan boshlab edim, Toshkent oblasi bo'yicha. Ha, Toshkent viloyati bo'yicha. Ko'p shoir, yozuvchilar bo'lgan ekan-a shu tarkibda. Bir 50 ming, 100 ming a'zosi bo'lganmi? 50 ming bo'lishi mumkin. Viloyatlarda. Muammolar bo'lmasmidi? Keyin ichki ishlarga bir joyga chaqirib olib ketdi, sen nega namoyishga bording? Endi qo'yib yuborgan keyin. Men bilan ham o'zi gaplashgan kerak, chaqirgan, borganman, mashinaga olib ketgan. Ancha gaplashganmiz. 2 soatcha gaplashdik. Islom Karimov bilan. Nimani gaplashgansizlar? O'sha siyosiy masalalar gaplashganmiz. 90-yillar boshidami? 90da, 91da. Bo'lgan gap. Siz o'zingizga uni bosim nimalar anaqa qiyinchiliklar bo'lmadimi keyin? Ko'pchilik taqibda bo'lganman. Masalan, qamalganlari qamoqdan keldi. O'lib ketdi qamoqdan. O'lib ketdi. Sizga muammo bo'lmaganmi deyman-da? Yo'q, muammo bo'lmagan. To'ylarga ruxsat bermagan. To'yni to'xtatib qo'ygan. To'yga aytgani qo'rqishadi meni. Mehmondorchilikka-chi, u yerga bu yerga bir tadbirlarga. Chunki xalq bilan gaplashmaysa mehmondorchilik. 5-6 odamga gaplashasiz. Sovet davrida qarshi bo'lganmiz. Sovet davrida qarshi bo'ldingiz. Olib borilayotgan siyosatga qo'shilmaysiz. Shu buni siz xalqim deysiz, xalqni tarafini olasiz, sizni taniydi hamma, sevadi. Lekin boshda muammo ko'p, o'z zo'rg'a yuribmiz o'zi. Har qadamda mendan so'rashadi. Nega sen qamalmagansan haligacha? Men aytaman, shu qamalsam qolganda, qamalib ketsam, shunda birovni bir joyi qonadimi shu? Tushunmayman. Xalqni tarafini olsangiz muxolifat bo'lasiz. Sizni yomon ko'radi hukumat. Kommunizm vaqtida dinga qanday bo'lgan munosabat? Ko'pdan. O'sha marosimlar ham qildirilmas edi. O'sha haqiqatan shunaqa bo'lganmi? Kommunizm bo'lganmi? Bo'lgan. Qaysan partiya yo boshqa poylab o'tirarmidi partiyadan kelib? Yo'q, endi mahallaning raisi bor u. Mana shu 13 yoshingizda o'lgan ekanda Stalin, ha? Yig'laganida haqiqatan shunday bo'lgan. Unday bo'lgan. Siyosati gapi. Qanday? Stalinni ko'rsatish uchun, Stalinni maqtash uchun shunaqa hech kim yig'laganlar bo'lgan. Men 3-etajdan tashlagan maktabda etajida. Yo'q. Shunaqa bo'lgan. Hozir ham Stalinni yaxshi ko'radigan juda ko'p. Jallod bo'lgan, qo'rg'oshlarni o'shalar o'ldirgan, qirgan ham, qamalgan, o'ldirgan, yo'q qilgan. U sotsialistik tuzumni propaganda qilish uchun chet elga ko'p pul bergan, ko'p yordam bergan, qo'l uchun. Amerikaga borib, Amerikaga botinkasini ko'rsatgan, ko'rganmizda kino chiqqan. Shunaqa urib bo'lgan. Botinkasini. Yo'q urmaganlar Xrushchev paytida. Ha, yo'q. Qora xilib bo'ladi, rijinli xilib bo'ladi. Shuni yeganmiz. Yo'q edi. Bug'doy ham bo'lmagan, un bo'lmagan. Nima yaxshi edi Gorbachev u haqiqiy kommunist edi. Erkinlik, erkin matbuotdan o'sha paytda bo'lganda qayta qurish, oshkoralik degan siyosati bo'lar edi uni. Qayta qurish, demokratiya, oshkoralik, 3 ta narsa. O'sha qilgan. Gorbachev. Men ham o'sha Gorbachev vaqtida chiqqanmiz-da biz. O'sha aytganmiz. Qo'zg'ollik, ahli mo'min, yovga qarshi qo'zg'ollik. Yov bosdi. Shu qo'shiqlaringizdan keyin sizda muammo bo'lmasmidi hech? Muammo bir-ikki qamashgan. Qamashgan ham nima?
3 yil uyda o'tirganman. Umuman ko'chaga chiqmas. Farg'onaga boraverardi ekanman muxolifatda. Ta'sir bo'lgan. U xorijga borib qo'ygan meni, xorijga. Nima jinoyat bilan sabab qilib nimani ko'rsatgan qamashda? Shu siyosiy qo'shinlar, oshkoralik, qo'zg'alangan yovga qarshi qo'zg'aldik. U payt sizni qanday tinch qo'yishgan? Nachalik militsiya kelgan maktabga olib ketaman dedi, direktorlar ushlab qolgan meni. Ko'p balolardan qolganman. Asrasa kimni xudo anga baloning ishi yo'q. Rohating kimga nasib etsa jafoning ishi yo'q. Xudo asraganda bizni. Keyin ollaringizda muammo bo'lmaganmi farzandlaringiz ishlashda? Nodirni o'qishdan haydagan. Nodir o'g'lim. Har bitta qatorining ma'nosi bor. Buni Amerikadan olib kelganman. Amerikada yozib qo'ygan ekan tepaga. Nima deb? Jamiyat bor-da, o'zbek jamiyati. Aha. Turkiston jamiyati deydi. Turkistonliklar ular. U Cho'lpon. Abdulla Qodiriy. Usmon Nosirmi? Usmon Nosir. U nima? Ana olim bor edi-ku. Fitrat. Mana u o'sha nimani jadidlarni tashkilotchisi. Mana to'rtta zo'r shuqoy yozuvchilarimiz yo'q-da hozir. Endi bularning hammasi o'sha qatag'on qilishgan endi qatag'on qilishgan Usmon Nosirni-ku Sibirga surgun qilishgan. Shu yoqda o'lib ketdi. Uni qabrini topibdi o'zbekistonliklar bor. Yaqinda chiqdi shu yangi aniq. Men ham hayron qoldim o'qib. Usmon Nosir haqida qanday qamalib ketgani haqida o'qib hayron qoldim. Cho'lpon bilan Abdulqodiriy shetda otgan, Yunusobodda daryo bormi? Ha, Shaxtlar xotirasi maydoni o'sha yerda. O'zlariga chuqur hovlatib o'zi otgan ekan. Otgan odam shetda yashardi, o'lib ketdi. Ha, yo'q-e. Yomongolik bitdi. Biz otganmiz degan. Mag'rurlanib aytyaptimi? Mag'rurlanib qoldi. Bu sal yomongoligida sal kamroq odam. Hukumat ko'rib qolib meni ham qamaydi o'ylaydi-da bular. Bu kalta o'ylaydi bular. Ham yo'q. Shu siz bilan kelib gaplashgandan keyin birortasiz qamamaganmi? Inqilobiy qo'shinlarim kasetasini avtobusda qo'yib ketdi. Ha. Bittasi 10 yil yotib, bittasi 12 yil yotib chiqdi. Erkchi bolalar edi, erkchi. Bo'lgan, Farg'onada ham bo'lgan. Qo'shiqlaringizni qo'ygani uchun ham qamalgan. Qo'ygan, eshitgani uchun qamalgan. Eshitdi. Hozir opamiz o'tirib, siz bilan gaplashib o'tirmasdik. Bular ham kelmasdi. Lekin baribir qo'rqib yurganlar bor-da. Bor. Bular qo'ysa, sen nega borib gaplashding deb mendan ham so'raydi. Nima deysiz? Men aytaman, nima ishing bor deyman. Ha, shu to'g'ri gap. Bo'ldi. Xohlagan odam bilan gaplashaman, musulmonman. Xohlamaganim bilan gaplashmayman. Men xohladim, gaplashdim, bo'ldi. Va Abdulaziz akani oldiga borganimda ham shunaqa muammo bo'lgan. U vaqtda ancha qiyin edi. Ha, endi qiyin edi, lekin baribir. Hozir ancha erkinlik bo'ldi hozir. Endi agar kimnidir ana xayoli buzuq bo'lsa, uning uchun men aybdor emasman. Uni kallasida muammo, menda emas. Hamzachilar degan uyushma tuzgan universitetda. Hamzachilar degan? Shunga meni 3 kun qamagan. KGB olib kelib. Ikkita tatar, bitta o'rus, bitta o'zbek bo'lgan. Kvartiramda yotganimda olib ketgan KGBga. KGBligini keyin bildim. Ko'rsatmasdi. Ko'zimni duolab olib ketgan. Andijonda qatl-om bo'ldi degan maqolam bor. 10 ta maqola yozganman. Andijon haqida qo'shiq aytgansiz? Andijonda qatl-om bo'ldi, juda ko'p qo'shiq. 10 ta qo'shiq aytganman. Shuni bittasi mashhur bo'ldi. Keyin borganmiz jangdan keyin. Qatlarda bo'lgan ko'rib kelganman. Bu narsani aytganmiz. U vaqtda qo'rqmasdik edi. Yosh edik. Endi hozir qo'rqadigan bo'ldingizmi? Endi hozir sal andisha qilamiz. Qo'rqmaymiz, andisha qilamiz. Qaragan sal bo'shashib ketasiz-da. Yoshlikda erod deysiz. Og'zimiz uradi. Sovet davrida bunaqa bo'lmagan. Maktabda boshlaganman men antilida. Maktabda. Nachalik militsiya kelib, shunaqa yomon gaplarni gapirar ekan Dadaxon Hasanov. Maktabda o'qirdim maktabda. 8-mi, 7-klassda o'qirdim. Militsiyani nima ishi bor, kim nima deb gapiryapti? Endi militsiya shug'ullanadi bu ishlar bilan. Bitta deputat haqida o'tganda men ko'rdim bor-ku video. Toyiba bir narsa yig'adigan bo'lgan. Toyiba To'laganova. Toyiba To'laganova. U qanday inson bo'lgan u kishi? Endi u birlikda edi, ko'kchan naryoqda turardi.
deputat bo'lgan ekanda. Deputat bo'lgan. Deputat. Qiyinchilik bo'lgan ekanda. Endi ayol kishiga qiyinda. Bizga nima maslahat berasiz? Sizni yo'lingiz to'g'ri. Eshittirishlar qilyapsiz, xalqdan nima olyapsiz? Yani qo'ldan kelgan odamlar fikrlashni boshlasin. Fikrlashga boshlamaguncha foydasi yo'q hech narsa deb o'ylayman. Kattalar taraf bo'lmang. Xalq deng hamisha. Xalq desangiz nomingizda mana Cho'lpon Qodiriylar xalq degan. Siz hech ana bir mukofotlashga boshqa hech tavsiya qilmaganmi? Keling Dadaxon aka, sizga mana shu nimani bermoqchimiz, bir medal bermaganmi? Yo'q, medal bermagan. Sizni shuncha qo'shiqlaringizni aytib yuribdi-yu odamlar, ular medallar olib yuribdi. Sizga hech taklif ham bo'lmaganmi? Yo'q. Turkiya bir mukofotladi. Ilgari Turkiya yaxshi qilardi bizga. Xursandman Dadaxon aka siz bilan gaplashganimdan. Bugun nasib qilgan ekan. Ular ham qaryo, hammasi mahzun bo'lmasmidi shod. Hammasi mahzun bo'lmasmidi shod. Tinchlik, omonlik bo'lsin, Alloh baxtimizni bersin. Yurtimizda tinchlik, adolat bo'lsin. Allohu akbar. Katta rahmat. Qani boshlab bering. Mana bismillahirrohmanirrohim. Bu Ixtiyor Esonov kitob yozgan. Ha, Yovuz Dahomi? Ha. Shunga sizlar bir imzo qo'yib bersanglar-da. Shuni bir kuzatuvchi obunachilarimizdan biriga sovg'a qilsak. Bu ikkinchi tom ekanmi? Birinchisi ham bor-a bunda. O'shalarga Orzusi Yovuz Daho. Ixtiyor Esonov degan tarixchi bor. Tarixchi aka, shular chiqargan ekan kitob. Yovuz Daho nomli kitobning ikkinchi bobi va bunga esdalik uchun Dadaxon Hasanov hamda Rasul Kusherbayevning imzolarini olamiz. Avtor yozar ekan, avtorga. Avtor ham yozgan. Kitobda hayot uchun nima? Men pochirkim uncha emas lekin. Barcha buyuk odamlar xunib yozgan deydi. Xullas aziz do'stlar, mana ko'rdinglar, kitob muallifi ham bunga o'z imzosini qo'ygan. Dadaxon Hasanov hamda Rasul Kusherbayev o'z imzolarini qo'ydilar. Kimda kim ushbu videoda ajoyib fikrlarni, izohlarni qoldirsa, eng yaxshi izoh sohibini topib tanlab chaqirib, ushbu kitobni ushbu insonga sovg'a qilamiz. Rahmat. Rahmat hammalarga. Rahmat sizga. Haqqini ko'tarsin. Go'zal Turkiston senga ne bo'ldi? Go'zal Turkiston senga ne bo'ldi? Sahar vaqtida